Buni ko'rgan Ganjing yuz bergan ishlarni tushunib yetidi hamda telefonga tortib pak qizga avatib bermoqchi bo'ladi. Bayotin teqi xangodek tik turayotgan kim oistikilar bir damda latag'ilabdek sovdishidi. Amma xotin chayandek yangzangmajima. Malani mollimish qilib etdingo maxaqni ey. She'rdan birini kemmamsajinam. Yashab ketgin ey oba. Endi bizda paket ba. Örü dep qasa. Patanga yaydu simida. Kimlar mayak qarasha? Xotin degancha mana mundaq bo'ladi. Yazsangmi asqatadigan, qopsangmi asqatadigan bo'lsa, mana mendak bisib yotsa. Kim oistikilar tuyuqsiz itilib kelib telefonni bulab, Vomichen bilan xotin ikkisini birdamda yasib etdi. Dal mushchaqda pak oistikilar yomg'ir sababli sayohatini boldirib oyoqlashtirib qaytib keladi. Kim oistikilar bo'lsa, oshxondagi suvarakdak bulung pushqoq qichib kirib ketadi. Ular ustalning ostiga mo'kinib turib, fursat chiqqanda qichib ketmoqchi bo'ladi. O'ylamagan yerdan Paksung er-xotin ikkisi Kristoda pak jamoatining gullab yashnishiga to'p qo'shish uchun cho'ng qurlab izdinish ilib boradi. Ballar bilan billa ko'rganda kanal yo'tkab qayjin qiladigan ko'rinishlar o'tib bo'lgandan keyin kim oistikilar o'ngishlik uyiga chiqib ketadi. Yomg'ir xuddi ularni mazoq qilgandek yig'otadi. Ularning katakdak uyi shoshuydoga o'zgarib ketgandi. U yoqda bo'lsa, Ganjing bayamqi talash tortishdan ig'ir yarda bo'lib, olsizlanib yotadi. U o'zining eng oxirgi tiniqi bilan yo'ldishiga sadoqatmanligini bildirib etgandan keyin mangulik Shinyunkaning qazidan qutuladi. Әтсі pak-pakiz o'g'li Pakinakning tug'ilgan kunini qilib bermoqchi bo'ladi. Mehmonlarning oldirashligidan foydalanib, kim topdi somkisidagi toshni chiqarib, yer ostidagi Vomeychenga bahol topmoqchi bo'ladi. Hamda aka ma toshning chapini va'da qilib turdi. Ichib ko'rib boqamdiq deydi. Toshni ko'rgan Vomeychen, "Voy bo'ladi, ukam, saymon yo'qka, beshingga urib ichib ko'rib boqsaq bo'ladigan o'xshaydi" deb biroqli kim topdining beshini ichib yutdi. Toshdan hech nima chiqmaganligini ko'rgan Vomeychen, "Apla, ma toshning ichi chechak chiqib qoldi" deb ochchig'ida pichoqni ko'tarib talog'i chiqadi. Hamda ko'pchilikka kim oiskilarning ko'ngli qara. "Ishonmasanglar, men chaqmoq sep beray" deb Kim Shutuning yurigiga birni sanjiydi. Bu chaqda kavob pishirayotgan Kim otdi dumbijiga yegis kelib ketib, Vomeychenni ziqqa o'tkazib yetdi. Balisining tug'ilgan kuniga kavobchi baqqolchi aka-adilarning kelgindan xursand bo'lgan Paksung, "Ey, mashinning oshquchini ber. Kechiga o'ttiramiz. Bir shanzi pijo aklay. Zakoskini unutib qolmafkan." Sorunning saqisi bo'lgan Kim Bekar Paksungning sorundan adab demay mang'iniga qattiq ranjib, saqini bir nimamga hisob davotamsa deb Paksungning maydisiga shovxun xodim birini sanjib qo'ydi. Shunda qilib, bir obdan baxtli 3 oila taqdirning ochiq choqchiq sababidan o'rni to'ldirg'isiz fojiani keltirib chiqardi. Kim Bekarmo shu peti jahondan g'oyib bo'ladi. U zodi nega ketdi? Kim oizdagi a'zolarning taqdiri zodi qandoq bo'ladi? Eliq tosh zodi puliga yaramdi, yaramamdi. Dumbijiga pishdimi, pishmidimi? Filmning tafsilotiga qiziqsangiz, sadigan ketay kimdan so'rsangiz so'rang, mendan so'ramay o'zingiz bir yerdan tepib ko'ring.